Diqqat! Yanvar oyining pensiyasini kutayotgan fuqarolar uchun hozirgina shoshilinch rasmiy xabar e'lon qilindi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda ish haqqi va pensiyalar inflyatsiya darajasidan yuqori oshiriladi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan 2026 yil uchun budjetnoma ma'lumotnomalariga ko'ra, O'zbekistonda ish haqqi, pensiya va nafaqalar miqdori 2030-yilgacha har yili inflyatsiya darajasidan yuqori sur'atda oshirib boriladi. Bu choralar aholining real daromadini saqlab qolish va ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan. Pensiya ta'minotida yangi bosqich transferlar bosqichma-bosqich oshiriladi. Makroiqtisodiy va fiskal siyosatning 2030-yilgacha mo'ljallangan asosiy maqsadlarida davlat pensiya tizimini isloh qilish alohida o'rin tutadi. Islohotlar natijasida budjetdan pensiya jamg'armasiga ajratiladigan mablag'lar jami bosqichma-bosqich qisqarishi kutilmoqda. 2026-yil pensiya jamg'armasining moliyaviy ko'rsatkichlari quyidagicha prognoz qilinmoqda. Qoldiq mablag'lari 3,9 trillion so'm, daromadlari 64,7 trillion so'm, xarajatlari 66,1 trillion so'mni tashkil etadi. Xarajatlar daromadlardan yuqori bo'lganligi uchun jamg'armaning taqchilligi qoplash maqsadida davlat budjeti tomonidan 23 trillion so'mlik transfermarkt ajratilishi rejalashtirilgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 13,8% ga ko'pdir. Iqtisodiyot va moliya vazirligi shakllantirayotgan prognozlarga diqqat qilsak, 2027-yilda daromad 75 trillion so'm, xarajat 95 trillion so'm, davlat transferi 20 trillion so'mni tashkil etmoqda. Kelgusi 3 yil ichida mamlakatda pensionerlar soni 489 ming kishiga oshib, 4,76 million nafarga yetishi kutilmoqda. Shu bilan birga, har yili pensiya yoshiga yetayotgan shaxslar soni 5,1% ga o'sib boradi. Bu tendensiya pensiya tizimiga tushadigan yukni yanada oshiradi va tizimni barqaror saqlab qolish uchun ijtimoiy-iqtisodiy choralarni talab etadi. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, budjet xodimlari ish haqqi 1% ga oshirilishi davlat budjeti xarajatlarining 1,67 trillion so'mga oshadi. Pensiyaning 1% ga oshirilishi esa budjetga 861 milliard so'mga tushadi. Ijtimoiy nafaqa oluvchilar oilalar sonining 10% ga ko'payishi deyarli 1,6 trillion so'm qo'shimcha xarajatni talab qiladi. Budjetnomadagi yangi ko'rsatkichlar Iqtisodiyot va moliya vazirligining joriy yil iyul oyida taqdim etilgan fiskal strategiyasida belgilangan raqamlardan ancha farq qiladi. Masalan, avvaldagi prognozlarga ko'ra 2028-yilda pensiya jamg'armasi taqchilligi qoplash uchun 26 trillion so'm transfer ajratilishi kutilgan edi. Yangi hisob-kitoblar esa ehtimoliy tejamkorlik pensiya islohotlari hisobidan ta'minlanishi mumkinligi ko'rsatilmoqda, deyiladi xabarda.